Шақшақ қойдым. Ұстазымға көңілімдіге рахметімді етіп алдым. Ака, разы болған бәген білімдеріңға. Әмсе, темімізді бір қойып әсаңла, бұдырағы бір тоқай шорымызды ең бір баштап кеткен болсақ. Рахмет сілерге. Ма теміне көдің игілік тікләштап қойып алдық. Анды бұл темені көріп, Розақын бүйәге бір игілігін тікләп бірәм деген дақамаңла. Күлішімізді мұшы темені тұтылып. Әнде бұл игілік тікләштап тем қойыштық сәбәп, жәмиетімізді игілік тікләш қызғылығы яма юқор. Мәйлі яшлады болсын, чоңлады болсын, hatta yaşanğanların işi mi bir jangovarlık var da iyiliklerimizde. Bu anda bizim memleketimizge nispeten ait yaxşı bir evvel. Anda ali mekteplerini okup yaxşı neticeler bilen bitirip katta zor iyiliklerini tiklep ketken iyilik tikilgüçlerimiz var. Anda atansıdan kalgan hünerkesi mesela navayçılıktı mı markalarını yaratıp bütün Jungo'da iyilik tiklep ketken iyilik tikilgüçler var. Ama bunlara rahmetimiz niyetimiz asan emez. Bu zor tirişçalıkla bulduğu iş. Anda İyilik tikildim dep, manın kalpıgını anın kigizep, anın dopusunu manın kigizep, 41 yağanı itip, xaqını koyup, özünü merasva nurgun adamne, nurgun hicaletçilik koyup atqallar ba. Onu bizim görümüz. Anda bu, ben oyla kaldım, bu bek japalık jarayanken bu iyilik tikleştigen. Mesela, nurgun idirgi var adamlarda bulutga bu, iyilik tikilsem deyilgan. Mening o'sha 20 yaş vaqtlarimda manga ashundaq bir o't kirib oldi. İyilik tikilsem deb. Avchaq shaqshaq qilib, ana buni so'rovlar berib, jinimni jonitimi? Lekin bir muqim iyiligim bo'lsa, men bir tijoratchi va Ro'zaxon iyiligi voke degan bir ataqlar bo'lsa deb tirishib judim. Kecha kunduz xiyolimda bir iyilik tiklashning o'ti. Onun ustiga bu dadam radiodan iyilik tiklash deganni bir anglab olibdi-ki, qara, bo'ppa dedi dadamga. Ro'zaxon iyiligingni tiklab qo'y, bolam. O apırıplı tiklab oldigan bir nima o deydi. Ya mana qahramonlar g'uljiq bir iyilik tiklabdi deydi o. Qahramon ne qaha deydi hamda. Va hamda shu bir sharoit bo'lsa tiklamadim. Ya abi terishmisan, seni biz shaylarga tikla demidik. İşini aldık olsun, chaqan qilib bir iyilik kerak qilib. Tiklab qo'ysan bo'ldi o'ni. Yo, kuyinib deganda o otangni, anangni ko'zining tirigida tiklab oljimu? Dada depamiz, qandaq tiklayman? Sen depagini sen Törüşüp tişlerse onu. Ben ne bilmem. Akşam radyoda nem dedi? Kuruk kol iyilik tilekse dedi. Kolum da kına dedi. Ama ne? Kurukken o. Şaraytan bakken o tişilmemse. Vay bu gepten kurtulmadım. Onun kendin tamak vakti de ezveyleydi de bu gepni. Açtak. Buldu o tamak vakti de. Ama tamak çıktı. Lağmen geldi. Çok gün elip müştaklı kıldım. Dadam. May çoğunkanını tikilgici bir iyiliğini tiklep koygan bolsam ço bilem. Dada, may tiklep koysan ço degen gep gumin kıldıgan bolup ketdi manga. Da yastıqtımda yatkan bolsam, pah, yastıqlarını tek kitanqıp iyilikte qilib yetip ketkenlerim kıldım. Üyüzdagi keptelerim var, şotunu koyup bansam, may tüküyor keptelerim ki şotu tikilgici bir iyiliğini tikilsan ço. Bir gün katek hesa kaldık toqolaga. Katekni qanday qilsayma da sen, mushi ne bilam? Töt bulun qilib yasig'inamış ne? Tikvade anın içinde. Ay tikmi ta'sir qilgan bo'lib ketdi menga. Ya dadan nimda qilsam, men tirishyapman go, sen, ya dadanga tikilib qaraysan go. Oy, qutulmadim bu tikdan. Dada sen apam so'qish qalamdi deb qo'q ketibdi. Ro'zaxon tikivat. Deydi apam men. Baştan ayaklı tikinin gibi. Bu keçileri xiyal qilib yotaman da dadam anglaydigan radiodan men angildam bo'lmay. Bir iyilik tiklab ketsam-chu, bir iyiligim bo'lsa-chu, ota-onamning oldida bir yuzimni bir yo'riq qilsam-chu deb kechich xiyal qilib yotsang, ya sadagan ketaylar, shuni ko'rib ketsan-ki iyilik tiklashni. Tushimda o'sha bir iyilikdan tiklayman-da, bir mashinadil keldi. Ya Ro'zaxon, iyiliging keldi. Va jiri dada iyiliging keldi, sen qo'shillar vaqirara. Undaq chaqdi qo'shillar dahshat qatdi. Voy, amma dahshat iyiliklar keldi juma sanga. Ho, igiz, her kızıl, yuğan. To'xta, çüre arqan bağla tegiga deb tushirib. Mey qo'yali, birinchi iyilikni mashakil qo'yali saqam. Tegi ko'tak tashlab, bo'lsa iyiligini siysidu zaytat. Mana nega ketdim ama 1, 2, 3, 4 iyilik kilitga mana mashaga. 4 iyilikni tiklab, masga mahkama qishpishlarni evitiblar saqam. Mashaqni shida iyilikli qilib. Endi o'zan kirib chiqqan bir ish qilib qo'ysa, ama to'xtam, oshundaq tushlarni ko'rib ketmanda iyilik tiklab. Bir gün dadam bilen süpürge saat attık, süpürge usta dadam. Uma şu dadamın en çok ilgili.
Dadamның süpürge ясығында бір işe yadım ki kaldı, devte yazır. Dadam süpürge saptı. Bak süpürge degende yaman әстайдыл, инчик адам қылдыға işçі. Çıgını ақлап, бірден өткізіп, taş ұрып, мада төнге білен қылса. Şondan çugulmaydı o, neticeli ketеді o süpürge. Ada kötmek оқағыча, işilse. Dadam bir süpürge saptı bir kine. Ayçolpan ba, ake ben süpürge, onu süpürge ayda, süpürge vatıma, çugul vatıdı bu süpürge. Süpürge vatıma, tügemdi o. Oğlunun işçi gang çıkıp gitti. Ayçolpan juga Kur'an-ı Kalan'ın süpürgesini açık ne? Sen ne kılmaya dedim? Dadamın süpürgesini süpürge eyleyim. Hadi süpürge savat attık. Bizning malda Yasinda bir akimiz vardı. Şükür keldi kirib. Ya Ruzaqo vaqting bormi? Kechda dedi. Nima ish qilmay akasam bir o'tirishyapti, fikam kirib chiqqan bo'lsak, gang iyilik tikilgan korxonchilarning o'tirishi dedi-da. Qanday qilmay dadam süpürgeni yasaveramdim, ya kirib chiqaymi? Anda buni chaqchaqilga vaqtlarim desam. Ya Yasin fikam işte açışkine. İyilik tiklashni o'rgatinglar shunga. Men o'rgatib bo'lamidimchi bu buningga? Men o'rgatdi o'zi uqmisadigina. Ma'qul dada deb kiyim-kechaklarni almashtirib, Yasin kamdan hamda umuman bizning mayliga nisbatan bir iyilik tikilgan nima? Bir mashinasi bor. Uchoqda shaxsiy mashinasi bor odam, yomon cho'ng odam. Bir mushu jo'zning kichikroq bir may zavodi bor. Shuning asqa uni iyilik tikildi deymizda. İyiligi onun. Şulan bunun mashinasi bilan o'tirish menga, ya aka, bu dadamlar yomon deb ketib bordi. To'g'ri, menga yaxshi bo'lsin deb davatdi. Bir iyilik tikilgan bo'lsam, Yasinga bir maslahat bersang, Ruzaqo, buguncha saqam gang korxonchilar bor so'rang aytmangdim seni. Yeni yumurlaring, yeni chaqchaqlaring bormi deydi. Bor, desam, bugun tiklaysa iyiligingni. U choqchoq bilan qanday tiklaysa degina iyilikni. Bu meni amdara qizdipa deb uni go'llabdi-ka. Qanday qilmak oxirida desam, borsang bugun Sodiqkam bor, cho'ngloban, Farhodkam bor, Dilshodkamlar bor, 20 dak gang korxonchilar Sodiqkamning amal va ashni degan iyilik tiklashni. Onu degansang, mana ish faoliyatlarini bir aqir kuzatsa, amal va ideyasini ugunsa saqam. Ana nima bo'lmadan qiliblar? Qilsang, oshnodil ugunib ketib, yarab qolsang, o seni tiklab ketsa, iyilikni dedi-da. Bulida qachata yo'q deb, ay do'ngmal shepangning bir yeri qipti, bir yozurga kirdik, 20 akimiz o'tiribdi. Ya aka, qaysi Sodiq degan qaysi men iyilik tiklashni ugundigan Sodiq qaysi desam, shu ko'kko'ynak ashu deb ko'st qo'ydi. Sodiq degan akimizni. Qarsam da o'tirdi, men qishida o'tirdim. Men iyilik tiklashni ugunishni boshlab o'tdim-da men. Qarsam choyni ilib, bir o'tlamishib qo'yib qo'ydi. Taqtar uzaqında men choyni ilib. Neyse, qo'yib qo'ydim. Angiz qarsam ko'ynakning yengini turdi. O meykeş turgicha men meshekesh turib bo'ldim. Nima uzigan kiyib oldim deyman-da. Angiz qarsam butun mayaqa oldi bu. Men mayaqa oldim. Angiz olmadim bir nelib, bir tishlab qo'yibdi. Men bir olmani butunlay yavobdim men-da men. Ay, bir iyilikning bir yerini xato qilib qo'ydim. Dedim, tamoqlar chiqdi. Qordaq chiqdi, qordaqdan bir nelib, bir cho'kiydi. Men o'xshashlar. Qordaqdan bir cho'kilib yedim. Qarasam ma'quldi uzugi aka. Ashu kamda menda. La Jalibovning qutisini yeb taqapli men uzuklarimni. Ag'zog'i Jalibovni qilib bo'ldim. Angichi biliq chiqdi. O biliqni endi o't yeyma deb o'tirman-ku. Bizning joqsoyda biliq asosiyati yo'q u. O'shda fursatlarda yavomsan olmaydi-da, deb turatdim biliq chiqib. Unda aylantirib kelib, "Ya Sodiq, men biliqdan olay" dedi. "Ya men biliq bilan toz chiqshamayman. Bir o'tkaz so'nmish biliq" dedi. Ancha bu biliq oylanib, mening oldim keldi. "Olay Ruzaqon" dedi. "Ya aka bo'ldi, men toz chiqshamayman." O't yegim bor. Yegilikdan chatoq chiqarib olaman men. Xato birim yap qo'yib deb shuni o'ylayman-da. Soat 1,5 soat kulki chaqchaq bo'lgandan keyin bu Sodiqkam gap boshlab, "Ya, o'sha iyilik tiklash uchun yarmankiga berish dahshat muhim kejmo" dedi-da. U men iyilik tiklashni azm qilmayotgan vaqtimda yarmankini bilmayman. Nimalar bu yarmanki? Mana bizning Ablekim 2 qitim yarmanki berib iyiligini tiklab oldi-ku. Hozir 3 zavodi bor, shniki pomidorjon chiqargan zavod bor, suv zavodi bor. Ya aka, Sodiqqa bu yarmanki degan nima? Men o panarka, salarka deb anglabdim aka. Voy, yeng'oti bu yarmankini to'g'ri uqmadim qo'ysam. Yarmanki degan saqam. Endi mana deb aytsam, bozor. Bozormi emas, lekin u yarmankida. Ama yarmankida bor, bozor bor. Deb tushuniksiz birinchi. Amsa aka, bozor shu yarmanki bo'lamda, desam, ay, umi bo'ludi, dedi. To'xta, men o jingu yarmankini topqicha, ot topqicha eshakmen deb, ati jag'istaydi yakshanba kuni bozor,
Aşı yermen kegil çıkmayman mı? Depla. Dün viramını bekitip aldım. Yaşkuran hoşlaşıp Jağısayga yenip çıktım. Ertesi Jağısayda yekşembi baza. O baza o dihallanın bazarı. O mümkün emas yermenki emas. Ama manga nispette yermenkide o amdı. İgiligimni çakan tikilişim gerek var. Onun üstüne yermenkide fursatını eşedin tapsaydı demez mi? Ertesi kiyimlerim tırısı dikip. Mangdem yermenkiye. Da mansam dadam yani süpüge satıdı. Nege? Yermenkiye dada. Dadam muhmaydı geçim o yermenkiye. Ne çıkın dikilse hemse yermenkide. Konu kalamsa hemse yermenkide. O dadam bir Mongol gire diyendek anlaydı kendi ama ne? Kendircimede. Abol da dadam keş kuran yenkilmede bu Jağısay bazağa yermenkiye çıkıp aldım. Va darvazdan kirsem bob gitipti yermenke. Meyet üp kesipnin yermenke. Kavap pavap yermenke. Tohu olan situatkan yermenke. Tavuz koğun yermenke. Seyküktat yermenke. Ay. Üçte tohunun kandı keş ketip yermenkede keçi жүрді tohula. O yakta işki mes yermenke uyup gitipti et digende. Yermenkenin otturdun bir hadik patkak şaşırtıp ötketip bardı. Qanday qilmandi mening yermenkem o. To'xtaroz endi. Meshadin fursatni tot. Meshadin boshlaysa deb. Bu sadg'an ketaylar fursat degani tutmoq u bir basi bir mushkul ishga o. U qo'lingga chiqdan bir nima emas ekan u fursat degan. Hushurgan men tutib boqmayman, bu fursat chiqib qolmasin. Ko'z och fursatnikina. Bir so'lyala ushib ketmas. Oshning ichida fursat yo'q-ku. Izdab qoldim, fursat soat 11 bo'ldi. 11 yerim bodam 13 ketib baza taqildi dam jiddiy ish ketib barmayib chaqaraq fursat tutmasa bu igilik tiklash vaqtim kechikib ketami deb ketmasam birsiga da'vat etdi ama bir tavsiya etayotganga ama aka kallanglar ishilmaydi o'jimaslarni bu tavuzni tilib bir so'mdan satqichcha siqib ishikdan shekan tashlab bir tal muzini tashlab 2 so'mdan satmamsa mana bu igilik degan mana bu fursat degan kallanglar tutuq sizlarni deb menga shunda xushaqdigan bir gapni qilyapti-da bu. To'xta deb tursam oyoq sotadigan birisini qiysha keldi bu kelib. Nechini satding oyoqni dedi. Oyoqni 45 so'm sotdimiz. Paypaqni 3 so'm dedi. 47 so'm shundami? Unida oyoqdan birini alisa, paypaqni birini qo'shib bermay deb 50 so'mni qilsang, 2 so'm qoldi-ku senga yana. Fursatga mushta bo'ladi aka deb. Top menga nisbatan ham shu chaqda severimga. Dehshat bir to'g'ri gap qilyapti-da bu. To'xta Rozi, men igiliklayman vaqtni zoy qilmay. Mushuni ustoz tutmayman deb oldiga o'tib qarsam, bizning maldiki Rustam deb bir akamiz maktabda andimda o'qigan kitobni o'qiydi bu. Ashu kedingina. Bu men igilik tiklashning kitobini o'qiyverib, menga o'xshash bir ashta yo'lga kirib qoldi bu boyqishma. Ya Rustam aka, tamoq yemam to'q akasam, "Jurel" dedi, bir oshxona kirdik, o'chaqda lag'ma 6 so'm. Mana saqam deb oshxondim endi igilik tiklashni kelib qoldi-da bu. Bir lag'ma 6 so'm. Qal shilmaydi mushlarning. Mushlar jaman ishikdan 8 so'mni qilsa, bozorga o'tib ketmamda. Bütün xeridan, voy, man anglab baxmagan yangi gaplar-da bu. To'xta, menga uchrat deyjimi, bu bir fursat bo'ldi deb. Ya aka, deb tamoq yeydi. Menmi bir igilik tiklaydigan jinim aka yomon qiynalib ketdim. Bütün bozorni aylanib baqdim bir kung dukanlar aka, shular bir sayko'ktasib setib baqaymanmi, da'vatimi? Bir demamsan menga desam, kichik ish mumkin emas aqmaydi. Napoleon Hill'nim dedi, bir kitobni ichib Napoleon Hill'ning bir kitobi aka. Eshakning yiqilgicha otning yiqil dedi. To'g'ri dedim, men o'zim to'g'ri tushundim. Men to'g'ri akasam, bu ishdan qilib, bu yerda umring zoy qilma. Emas qanday qilmasam? Davr. Voy, nima davr? O'shta qilayim qan vaqirotdi bu. Uchur dedi. Voy, nima uchursam? Qaysi davrda yashayapmiz dedi. Voy, men nim bilmay qaysi davrni. Shu mushta yashayapmiz-ku Jog'istayda. Yo, bu degan uchur davri ma bu. Uçurun bo'lmasa mumkin emas igilik tiklamaysa dedi. Amsi bir uçur bermamsa menga to'xta deb tavoq bo'lib. Meyada bagil olmaydi. Ne uçur oldi qalaman. Jire. Ashxona pulni to'ldim. Bozorning o chat bir yeriga berib Dara gapingni desam, to'xta ola o'tga suv. Bu dehsha maxfiy tututga. Ha, bu menga yuringlar. Da o'tadi. Uchun oshkorlayman, ha? İşte aydıvatken ayağa. Oşladı mı yuşturdu kendi bu. Sıyıqsağını uçtat öte. Gep toşuydu avu. Sen kalmağın kim bu? Başıldı. Bir uçtur yere sakam. Kara. Örümçige.
Saqisa deb bir şirket içildi. Xo'sh, bu sağlamlık mesulatlarını çıkardı. Anladın mı? Mao sağlamlık diyen bek çoğun bir ufkum dedi. Ufkum diyen gaplarını tushunmayman men. Xo'sh, endi bunun Qashqarning deyliligini 20 ming so'm sotib etgan. Qashqar qandaq bozor dedi. Voy, men nim bilma. Cho'ng bozor. G'uljininkini 10 ming so'mga sotibdi. Uni qahramon yepibdi dedi. O qahramon kim edi sanglar? Qani qahramon sen? Ha, shu hikoyadagi ras bavaqaning birisi shu, personajning birisi. Bu fursat bizning qo'limizdan ketib qoldi. Buni uchur oshkorlandi deymiz. Endi Qarmayning deylisini 10 ming so'm sotib etgan. Menda 5 ming so'm pul bor, endi Qarmayninkini senda 5 ming so'm bo'lsa, Qarmayning vakolatchiligini olayli DVD. Menga yog'dek yoqdi-da bu gapni. Ashta birini topolmayman. Ya aka, olima bu ham chaqchaq qilib yig'ib qo'ygan bir 5 ming so'm pulim bor-da mening. 100% olima desam, 5 ming qo'y borma dedi. Borsam, endi haqiqiy uchurni oshkorlay deb bir yo'qi dangan xoltidan birini ochdi qara. Seriq. Teshilmada uyga qo'ygancha dangan xoltining teshiga o Napoleon xiyoli bilan mundaq tushkarasini kirishtiryapti bu. Bek cho'ng bo'ldi u odamni. Ammo u bir katta odam-ku. Ichib maqaram, mana bu qahramonninki shu Saqisa shirkati bilan tuzgan to'xtamliq hamkorlikka mesela o'qib beray dedim. Unda qarsam ama ras qahramonning imzolari dedi. Ko'paytibdi. Mana biz shirkatga 10 ming so'm pul uramiz Ro'zaxon. Endi shirkat bizga 20 ming so'mlik mol urdi. Kattami? 20 ming so'mlik moldan bizga 6 ming so'm foyda qoldi. Oyoqda 7% bor. Ikkinchi oy qanchaqda biz setib so'mimizni 38 ming so'mdan 55 ming so'm chiqaramiz. Shunda bizga qancha qoldi? 12 ming so'm hisob foyda qolmaydi. Oyoqda yana 7% bor. O qaysi 7% uqmadim men. Ening keyin 5-chi oyga olgan chaqda saqa biz setib so'mimizni 150 ming so'mdan 190 ming so'm chiqarib etamiz. Qancha qoldi? 50-60 ming so'm pul bor. Oyoqda yana 7% bor.